Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugungi videomiz TestJuice platformasidan qanday qilib ro'yxatdan o'tish va test yaratishning to'liq usulini ko'rib chiqish haqida bo'ladi. Demak, TestJuice platformamiz o'zi asosan onlayn va offlayn testlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan, asosan offlayn testlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan va bu platformamiz orqali siz bemalol xohlasangiz onlayn, xohlasangiz offlayn tarzda test yaratishingiz va test jarayonlarini o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir platformada ro'yxatda o'tishni ko'rib chiqamiz. Platformada ro'yxatda o'tishimiz uchun biz tizimga kirish tugmasiga bosamiz. Va bu yerda siz talaba yoki o'qituvchi sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Demak, ro'yxatdan o'tish uchun agar sizga akkauntlaringiz oldindan bo'ladigan bo'lsa, pastda mana shu bo'lim orqali kirishingiz mumkin. Agarda akkauntingiz bo'lmasa, ya'ni ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosgan holda mana bu yerdan o'zingizning telefon raqamingiz va o'zingiz shaxsiy parolingizni qo'ygan holda juda ham oson tarzda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agarda siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bemalol tizimga kirish tugmasini bosgan holda o'qituvchi sifatida mana bu yerdan kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, tizimga kirishni bosaman. Demak, akkaunt kirganimizdan so'ng bizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda har xil testlar bor, lekin bular hali to'liq bitmagan, ya'ni hali jarayonda turibdi. Biz, demak, testchi bo'limiga kirishimiz kerak bo'ladi. Demak, tizimga kirib oldik. Demak, tizimga kirib olganimizdan keyin endi biz test yaratishning 4 ta usulini ko'rib chiqamiz. Demak, platformamizda test yaratishning 4 ta usuli mavjud. Bular aynan bizning shaxsiy do'konimiz orqali yuklab olishingiz mumkin tayyor testlarni, yoki sun'iy intellekt yordamida yaratishingiz mumkin, yoki qandaydir tayyor dokumentlar orqali dokumentlaringiz bo'ladigan bo'lsa, aynan o'shanda tayyor ma'lumotdan olib, o'sha orqali test yuklashingiz mumkin. Ya'ni, agarda sizda Word faylingizda tayyor test bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha tayyor testni platformamizga yuklagan holda test jarayonlarini o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi do'konni yuklashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni do'konni yuklash deganda, platformamizga kirganingizdan so'ng kabinetingizda do'kon tugmasi bor. Mana bu yerga bosganingizda bu yerda bir qancha tayyor testlar bor. Ya'ni bu tayyor testlar hozir bilan barchasi bepul, ya'ni platformamiz tomonidan qo'shib qo'yilgan. Agarda kerak bo'lsa, bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda qanday bo'ladi? Odatda bu yerda hozir faqat biz qo'shgan testlar mavjud, lekin keyinchalik bu yerda boshqa foydalanuvchilar tomonidan, ya'ni o'zini mutaxassis deb bilgan o'qituvchilar tomonidan testlar qo'shiladi va o testlarni siz xohlasangiz sotib olgan holda bemalol o'zingiz ishlatishingiz va o'zingizni kabinetingizga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Yuklab olish uchun shunchaki mana bu yerdagi xohlagan testingizni tanlaysiz. Misol uchun matematika majburiy testini tanlaymiz va buni yuklab olish tugmasiga bosamiz. Demak, yuklab olganingizdan keyin sizda mana bunday tugma paydo bo'ladi. Bu belgi sizning bu mana shu test sizning kabinetingizga o'tganligi haqida belgi beradi. Demak, buni ko'rdik. Endi fanlar bo'limiga o'tib qarab ko'ramiz. Demak, bizda mana bu yerda test mavjud. Ya'ni bitta test o'tdi. Ya'ni biz buni do'kondan yuklab oldik. Tayyor testni shunchaki yuklab oldik. Hech qanaqa qo'lda yaratib o'tirmadik. Shunchaki tayyor testimizni yuklab oldik. Va bu test yaratishning birinchi usuli hisoblanadi. Ya'ni tayyor testni shunchaki do'kon qismidan yuklab olish edi. Endi test yaratishning ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz xohlagan fanimizni yaratib, uni ichiga kirib ko'ramiz. Buning uchun bu yoqqa bosamiz. Demak, endi biz bu yerga test yaratmoqchi bo'lgan fanimizning nomini yozib olamiz. Keling bu yerga fizika fanidan test deb yozamiz. Va bu yerga fizika fanini tanlaymiz. Demak, fizika fani tepada bo'lsa kerak. Demak, mana shu fizika fanini tanladik. Endi saqlash tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda hozir mana bu testimiz paydo bo'ldi, ya'ni fan tayyor. Mana shu fanning ichiga kirgan holda endi biz mavzusini yozib olishimiz kerak. Ya'ni mana shu fandagi qaysi mavzu bo'yicha biz test jarayonini olyapmiz, shu mavzuni yozib olishimiz kerak. Demak, plus tugmasini bosgan holda, demak, bu yerda mavzu qo'shishimiz kerak bo'ladi. Sarlavha, ya'ni sarlavha bu oddiy mavzu. Demak, ikkita ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda ikkita kategoriya bor, oddiy va matnli. Oddiy bu har doimgi oddiy matn. Matnli degani bu, bilsangiz, odatda shunaqa testlar bo'ladiki, qandaydir katta mavzu beriladi va o'sha mavzudan kelib chiqqan holda qandaydir test yaratib beriladi. Ya'ni umumiy kattaroq tema beriladi, ya'ni mavzu beriladi va o'sha mavzudan kelib chiqib nechtadir test yasab, ya'ni test o'quvchilarga beriladi. Agarda siz xuddi shu usuldan foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol matnli formatni tanlagan holda bu yerga anaqa mavzungizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz oddiy etapda davom etamiz. Ya'ni oddiyni bosaman va bu yerga sarlavha yozaman. Demak, sarlavhaga misol uchun mexanika mavzusini yozib ko'ramiz. Mexanika va saqlash tugmasini bosaman. Xo'p, buni bosganimdan keyin bizda mana mexanika degan mavzu paydo bo'ldi. Endi men buni ichiga kirib turib test yaratishim kerak bo'ladi. Demak, buni ichiga kirdim va endi men test yaratishning ikkinchi usuli AI yordamida, ya'ni sun'iy intellekt yordamida test yaratishni ko'rsatib o'taman. Demak, AI ga bosamiz. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, sun'iy intellektning o'zida yana 3 ta funksiya bor. Ya'ni birinchisi oddiy tekst orqali qanaqa mavzu berasiz, unga tekst formatini tashlaysiz va u sizga bu yerda ko'rsatilgan etaplar bo'yicha test yaratib beradi.
Ikkinchisi fayl, ya'ni tayyor Word faylingiz yoki PDF faylingizda qanaqadir mavzu bo'ladigan bo'lsa, o'sha mavzuni shunchaki yuklaysiz, sizga bu tayyor matn, ya'ni matndan foydalangan holda, o'sha fayl ichidagi matndan foydalangan holda sizga testlarni yaratib beradi. Va image, ya'ni qaysidir mavzuni rasmga olib, bu yerga yuklab tashlaydigan bo'lsangiz, o'sha rasmni o'qigan holda undan sizga test yaratib bera oladi. Demak, keling birinchisini ko'rib chiqamiz, oddiy matn etapini. Demak, biz fizikaga kirgan bo'lsak, hozir internetdan birorta mavzu olamiz. Oldim va shu matnni bu yerga tashlayman. Ko'rib turganingizdek, fizika bo'yicha, aynan mexanika mavzusiga oid birorta matn oldim. Va bu tayyor matn, ya'ni bu shunchaki mavzu. Ya'ni mana shundan foydalangan holda bizga test yaratib berish kerak. Pastga tushadigan bo'lsangiz, bu yerda siz mana yaratib beriladigan testni xohlasangiz tilini ham tanlashingiz mumkin. Bu yerda 3 ta til mavjud: o'zbek, ingliz tili va rus tillari mavjud. Demak, bizga o'zbek tilida yaratib bersin. Va qiyinlik darajasiga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda 3 ta daraja bor. Ya'ni agar siz mana shulardan birortasini tanlagan bo'lsangiz, sizga mana shu yerda hozir yaratib beriladigan mana shu 5 ta testingiz aynan shu qiyinlik darajasi bo'yicha yaratilib beriladi. Ya'ni siz xohlasangiz qilishingiz mumkin. Mana shu berilgan mavzudan 5 ta oson test yaratib berish mumkin. Yoki o'rtacha tanlagan bo'lsangiz, o'rtacha qiyinlikdagi 5 ta test yaratib berish mumkin. Yoki qiyin qiladigan bo'lsangiz, mana shu mavzudan foydalangan holda sizga 5 ta qiyin testni yaratib berishi mumkin. Demak, biz o'rtachasini tanlaymiz va tekst sonini ham xohlasangiz 10 tagacha o'zingiz belgilashingiz mumkin. Biz buni hozir standart 5 ta belgilab qo'yamiz va yaratish tugmasini bosaman. Biroz vaqtdan keyin bizga test yaratib beradi. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bizga aynan bergan mavzuyimiz bo'yicha, ya'ni bergan matnim bo'yicha menga 5 ta o'rtacha qiyinlikdagi testni yaratib berdi va aynan to'g'ri javoblarni mana bu yerga qatorga kelgan holda yashil belgisini ko'rsatib qo'ygan va bu degani to'g'ri javob, ya'ni siz to'g'ri javobni bularning orasidan o'zingiz izlab o'tirishingiz shart emas. Sistemamiz tomonidan bu avtomatik aniqlanadi. Ya'ni bu test yaratishning, ya'ni sun'iy intellekt davomida test yaratishning birinchi usuli, ya'ni tekstli formati edi. Demak, fayl formatini ham islatib ko'ramiz. Ya'ni buning uchun biz birorta Word faylini yoki PDF faylini yuklagan bo'lsak, aynan o'sha orqali bizga test yaratib beradi. Keling, bu yerga hozir men faylni yuklash tugmasini bosgan holda kompyuterimda mana tayyor fizika mavzusi bo'yicha PDF formati mavjud. Shuni bosib yuklab ko'raman. Demak, mavzu fizika bo'yicha sahifa 2 ta sahifa mavjud ekan. Xo'p, endi tasdiqlaymiz buni. Demak, mana mavzuni ko'rib turganingiz ichidagi ma'lumot ko'rildi va endi nima qilsak bo'ladiki, bu yerdan xolasangiz boyaga etaplarni til tanlash, bu yerda qiyinlik darajasi, endi buni biz keling qiyinga qo'yib ko'ramiz va bu yerdan testlar sonini 7 taga qo'yib ko'ramiz va endi yaratish tugmasiga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizning qiyin testlarimiz ham mana bu yerga kelib qo'shildi. Va bu sun'iy intellekt davomida test yaratishning ikkinchi usuli, ya'ni fayl formati edi. Endi biz buni rasm formatini ham bitta ko'rib chiqamiz. Hop, buni yuklashga bosaman. Bu yerda hozir hozir biz fayl bo'lmaga o'tib ketib qoldik. Demak, rasm yuklash bo'lmaga bosaman va bu yerda mana bu tayyor rasmim bor. Shuni yuklab qo'yaman. Demak, bu yerdan qiyinlik darajasini oson tarzda qoldiraman va bu yerdan test sonini ham 5 taga qoldiraman va yaratish tugmasini bosdim. Ko'rib turganingizdek, mana bizning 3-etapdagi, ya'ni rasm orqali ko'rilgan testlarimiz ham barchasi bu yerga qo'shildi, ya'ni kelib qo'shildi. Demak, bu test yaratishning ikkinchi usuli edi, ya'ni sun'iy intellekt yordamida test yaratishning ikkinchi usulini ko'rib chiqdik. Demak, bu yerda biz test tayyor ma'lumot orqali yoki qanaqadir dokumentdagi ma'lumot orqali yoki rasm orqali test yaratishni usullarini ko'rib chiqdik. Endi keyingi etapni, ya'ni 3-test yaratishning 3-etapini ko'rib chiqamiz. Endi test yaratishning 3-usuli, ya'ni tayyor faylni, tayyor testni yuklashni ko'rib chiqamiz. Demak, men aynan shu testlarni ko'rsatish uchun alohida yana bitta sinf mavzu yaratib oldim, ya'ni mexanik 2 degan mavzu yaratib oldim. Buning ichi bo'm-bo'sh. Aynan shuning ichiga hozir biz kompyuterimizdan tayyor testni yuklab ko'ramiz. Yuklash uchun biz mana bu yerdagi yuklash tugmasiga bitta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda oyna ochiladi hozir. Demak, oyna ochildi. Endi biz vibrativ fayl, ya'ni fayl yuklash tugmasiga bosishimiz kerak. Bundan avval biz bitta ish qilishimiz kerak, ya'ni biz testlarimiz oddiy usulda yuklanmaydi. Ya'ni shunchaki tayyor testimizni yuklab ola olmaymiz. Bizni platformamiz tomonidan maxsus ilova ishlab chiqarilgan va o'sha ilova orqali biz avval testni to'g'ri yoki xatoligini tekshiruvdan o'tkazib, ana undan keyingina biz u testni bu yerga yuklashimiz mumkin. Ya'ni to'g'ri yoki xatolik deganda uni bizning maxsus talablarimiz bor. Test yaratish, ya'ni testlarni qabul qilish bo'yicha aynan shu talablarga javob berishi kerak. Demak, biz ilovani yuklab olishimiz uchun resurs bo'limiga bitta bosamiz. Va bu yerda testchi ilovasining kompyuter ro'yxat ilovasi bor. Shuni yuklash tugmasiga bosib yuklab olishimiz kerak. Demak, ilovani yuklab olganingizdan so'ng buni o'rnatib olasiz. O'rnatganingizdan so'ng esa sizda mana bunday ikonka paydo bo'ladi. Ya'ni mana shu ilovamiz paydo bo'ladi. Shu ilovaga kirishingiz kerak bo'ladi. Kirganingizdan so'ng bu yerda sizda
Tasavvur qiling, sizning testingiz bor. Yuklash tugmasini bosasiz va testingizni tanlab olasiz. Demak, mana bu yerda meni fizika test uz degan testim bor. Открытni bosdim va tekshirish tugmasini bosaman. Hozir bu bir boshini testni tekshirib chiqadi va talabga to'g'ri keladi yoki yo'qligini bizga javob qilib aytib beradi. Ya'ni yozuvlarda aytib beradi. Ozgina kutamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, mana hozir yashil chiqdi. Ya'ni barcha talablarga javob beradi degan yozuv bu. Endi bu nimaga shunaqa dedi? Demak, ko'rib chiqamiz, keling. Menda hozir testli 10 ta test bor, ya'ni namuna sifatida 10 testni oldim. Endi qarang. Tasavvur qiling, odatda testlar qanday bo'ladi? Testlar mana bunday formatda bo'ladi, ya'ni birinchi testlar, birinchi raqamli test va javobi mana shunday tarzda bo'ladi, ya'ni oddiy A B C D. Xo'p, bizda talabimizga qanaqa bo'lishi kerak? Bizning talabimiz bo'yicha testni oldidan raqam emas, mana shunday reshodkadan foydalanishingiz kerak, ya'ni testning raqamini oldidan mana shunday reshodkadan foydalanishingiz kerak va to'g'ri javobni qatoriga kelib, ya'ni variantni oldiga kelgan holda bu yerdan plus belgisini bosishingiz kerak. To'g'ri javobni oldiga kelib plus belgisini qo'yishingiz kerak. Shunda bizning platformamiz aynan mana shu talab bo'yicha tekshira oladi, ya'ni to'g'riligini mana shu orqali bildira oladi. Demak, barcha testlar mana shunday bo'lishi kerak va testlar orasida odatda testlar orasida joy bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shunday yoki mana bunday oralikda joy bo'lishi mumkin. Lekin bizni talabimiz bo'yicha bunday joy qolishi kerak emas. Ya'ni testlar ketma-ket, tagma-tag javob etishi kerak. Va mana shundagina bizning talablarimizga to'g'ri kelgan bo'ladi. Demak, bu testni saqlab olganmiz. Endi mana shu testni mana ko'rganingizdek bu to'g'ri deb qabul qildi platforma. Endi biz buni saqlash tugmasiga bosib saqlab olamiz. Ko'rib turganingizdek bu saqlandi deb chiqdi. Endi biz buni platformaga qaytamiz. Demak, platformamizga qaytganimizdan so'ng bu yerda fanlar bo'limiga bosib qaytadan fizika fanni testga kiramiz, mexanikaga kiramiz va bu yerdan yuklash tugmasiga qayta bosib, endi mana bu tugmani bosgan holda boyagi testni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, fizika test uz. Открытni bosdim va ko'rib turganingizdek bu yerga yuklandi. Endi e'tibor bering, bu yerda qiyinlik darajasi bor. Ya'ni siz mana shu testning ichidan aynan shu qiyinlik darajasi bo'yicha testlarni ham yuklab olishingiz mumkin. Demak, misol uchun keling, qiyin darajasiga bosamiz va buni yuborish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu ro'yxat ichidan bizga barcha testlarni topib berdi. Ya'ni mana shu testlarni qiyinlik darajasi bo'yicha, ya'ni eng qiyinini biz tanladik va shu daraja bo'yicha bizga testlarni platformamizga yuklab berdi. Demak, tayyor fayl, ya'ni tayyor fayldagi testni yuklash mana shu jarayon orqali davom etadi. Endi test yaratishni biz 4-usul, ya'ni qo'lda yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, qo'lda yaratishimiz uchun ham birorta keling testoviy mavzu yaratib olamiz. Demak, qo'lda test yaratish. Hop, bir namchi fanga bu yerga misol uchun keling, matematikani belgilab qolamiz. Saqlashni bosdim. Va endi men matematika qani bizni qo'lda test yaratishga kirdim. Bu yerda plus tugmasini bosaman. Hop, endi mavzu qo'shishimiz kerak bunga. Misol uchun test deb yozib qo'yamiz, shunchaki test. Saqlash tugmasini bosdim. Va buni ichiga kirgan holda endi biz test yaratishimiz kerak. Demak, plus tugmasini bosaman va mana shu yerda qo'lda yarataman. E'tibor bering, oddiy testlar qanday yaratiladi? Misol uchun keling, juda ham sodda usulda 5 kare 5 javobi necha? Misol uchun javobi necha? Bu yerda albatta variantlar beriladi. Ya'ni variantlar deganda misol 10 berilishi mumkin, 25 berilishi mumkin, bu yerda misol uchun 35 berilishi mumkin va yana 45 berishimiz mumkin misol uchun. Demak, bu yerda to'g'ri javob mana bu bo'ladi, ya'ni 25 bo'ladi. Ya'ni bu to'g'ri javob shu. Endi ya'ni qanaqa bo'lishi kerak? Demak, bu yerda testingizni savoli bo'ladi. Bu yerda xohlasangiz savolga ham qanday rasm biriktirishingiz mumkin. Ya'ni rasm deganda sizda tasavvur qiling, qanday rasm bor. Misol uchun hozir men birorta rasm yuklayman kompyuterimdan. Keling, mana bu rasmni yuklay qolamiz. Savolga ham hattoki siz rasm yuklashingiz mumkin va hattoki siz variantlarga ham rasm yuklashingiz mumkin. Mana variantni qatoriga kelgan holda xohlasangiz unga ham aynan qandaydir rasm yuklashingiz mumkin. Mana shunday tarzda rasm yuklashingiz mumkin. Va mana bu nuqtacha aynan to'g'ri javobga belgilanishi kerak. Ya'ni bu to'g'ri javob shuligini bildirishi kerak. Platforma shu orqali bizni to'g'ri javobimizni aniqlay oladi. Xo'p, bu oddiy usulda test qo'shish hisoblanadi. Endi qarang. Bu oddiy usul test qo'shish. Agarda sizda formuladan foydalanish kerak bo'lsa, albatta matematika, fizika shunga o'xshash fanlar, aniq fanlarda formulalar bilan ko'proq ishlanadi. Shunaqa format joyda siz formula tugmasini bosgan holda mana bu yerdagi kerakli formulalardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni shu formulalardan foydalangan holda o'zingizni savolingizda formulalarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va bu test yaratishning, misol uchun test yaratishning 4-usul, ya'ni qo'lda test yaratish usuli hisoblanadi. Testimizni yaratib oldik. Endi keling saqlash tugmasiga bosib buni saqlab qo'yamiz.
Va mana ko'rib turganingizdek bizning testimiz saqlandi, ya'ni 5x5 javob bo'yicha albatta 25 javobiga biz to'g'ri variantini belgilagan edik. Va bizning bu darsda biz hozir test yaratishning 4 usulini ko'rib chiqdik. Keling, yana bitta kichik funksiyalarni ko'rsatib ketaman. Tasavvur qiling, sizni mana shu faningiz ichida, ya'ni bu qaysi fan demak. Keling, fizika fanida test, to'g'rimi? Kirdik. Bu fizika fanimizning ichida bizda ikkita mavzu bor ekan. Tasavvur qiling, qaysidir mavzuni qaysidir fanga olib o'tmoqchisiz. Ya'ni shunday vaziyat bo'lib qoldiki, sizda misol uchun bitta mavzu bor, o'sha mavzuni boshqa fanga olib o'tmoqchisiz. Ya'ni qanday qilasiz buni? Demak, o'sha fanni to'g'risi kelgan holda mana buni belgilaysiz va belgilaganingizdan keyin mana bu yerdagi ko'chirib o'tish degani ko'chirish tugmasiga bitta bosasiz. Buni bosganingizdan keyin siz endi nima qilishingiz kerak? Fanlar bo'limiga qaytishingiz kerak. Va bu endi misol uchun matematika majburiy. Keling, matematika majburiyga kiramiz va bu yerga kelib mana bu qo'yish tugmasiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mexanika 2 mavzusi bu yerga kelib tushdi va bu endi mana buni ichidan yo'qoldi. Ya'ni bu biz nima qildik? Shunchaki biz testni ko'chirib o'tkazib qo'ydik. Ya'ni biz ko'chirib o'tkazish funksiyasidan foydalangan holda shunchaki bu testni bu yerdan boshqa joyga ko'chirib o'tkazdik va bu yerda yo'q bo'lib qoldi. Endi tasavvur qiling, biz bu yerdan yo'qotishimiz kerak emas. Ya'ni bu yerda ham qolsin va biz u testni boshqa joyga ham olib o'tishimiz kerak. Bunda qanday qilamiz desangiz, mana shu testni qatoriga kelasiz, bitechkani belgilangan holda mana bu ko'chirish tugmasini bosasiz. Ya'ni nusxalash tugmasiga bosasiz va endi fanlar bo'limiga qaytasiz. Demak, mana qo'lda test yaratishga qaytaman va bu yerga kelib joylash tugmasini bosaman. Demak, boyagi mavzu bu yerga ham keladi va bu yerda ham qoladi. Ya'ni mana bu yerda fizika fanining ichida bu fan mana mavzu qoldi. Ya'ni bu shunchaki ko'chirib o'tkazish, ya'ni nusxalash. Boyagi birinchi qilgan funksiyamiz esa shunchaki ko'chirib o'tkazib qo'ygan, ya'ni u ko'chirilgan joyda test qolmaydi va u ko'chirilgan joyga boradi. Undan boshqa joyda bu test ko'rinmaydi, ya'ni qolmaydi. Va u ko'chirib o'tish funksiyasi. Hozirgi funksiyamiz esa shunchaki nusxalash funksiyasi edi. Yana bitta narsa bor. Keling. Tasavvur qiling, sizning testingiz bor. Ya'ni siz qaysidir fandan test yaratdingiz, misol uchun fizika fanidan test yoki matematika majburiy. Keling. Test yaratdingiz. Aynan shu testni misol uchun sizning hamkasblaringiz ham shu platformadan foydalanadi. Ya'ni mana shu platformamizdan foydalanadi va sizning testingizni foydalanish uchun ruxsat so'radi va siz rozi bo'ldingiz. Endi bu testni unga qanday berasiz? Tasavvur qiling, berishingiz kerak va siz avval fanlar bo'limiga kirganingizdan so'ng kerakli testni tanlab olasiz. Misol uchun matematika majburiy. Tanlaganingizdan keyin mana bu yerda ulashish tugmasi bor. Mana ulashish tugmasi. Shunga bosasiz. Bosganingizdan so'ng o'sha o'rtog'ingiz yoki hamkasbingizni ro'yxatdan o'tgan raqamini yozasiz. Albatta plussiz. Keling, misol uchun o'zimning raqamimni yozaman. 9988lik. O'zimning raqamimni yozib oldim. Hozir bu yerda hech nima chiqmadi, chunki bu o'zimning raqamim bo'lgani uchun bu o'zimning raqamimni hech nima topib bermadi. Agar boshqa birorta foydalanuvchini yozadigan bo'lsangiz, u foydalanuvchini sizga ism familiyasini bu yerda chiqarib beradi. Shunchaki ismini bosgan holda save tugmasini, ya'ni ruxsat berishni bosganingizdan keyin sizning testingiz mana bu yerda, ya'ni do'kon qismida paydo bo'ladi. Ya'ni sizda misol fanlar bo'limida mana bu matematika majburiy degan testingiz uni do'kon qismida paydo bo'ladi. Mana shu yerda paydo bo'ladi, ya'ni birinchida paydo bo'ladi va u odam xohlagan tugma, mana bu yerdagi tugmani bosgan holda shunchaki yuklab olishi mumkin bo'ladi. Yuklab olgandan keyin albatta test mana bu yerda ko'rinadi. Va bu shunchaki testni kimlarga ulashish funksiyasi edi. Ya'ni platformamizda aynan shunday funksiya ham bor. Shunday vaziyatda bo'lib qolishi mumkin. Kimgadir testingizdan foydalanishga ruxsat berib turishingiz mumkin. Aynan shunday vaziyatda siz platformaning aynan shu funksiyasidan bemalol foydalanishingiz mumkin. Demak, bu darsimizda sizga platformamiz orqali test yaratishning asosiy test yaratishning 4 ta usulini va maxsus kichik funksiyalarni ko'rsatib o'tdim. Yanada foydali, ya'ni ko'proq foydali videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, resurs bo'limiga o'ting va bu yerdagi yo'riqnoma bo'limiga bosgan holda boshqa foydali videolarni yana ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.